Mana qo'zma arramizga Murod aka yangi yerni 4-6 kvadratli Skandinaviya Dero Belly laminat tushgan. Usluga qo'zma arraga mana 4 tali kromkalar belgilangan. Bu 4-6 kvadrat ID paroli bor. 4-6 kvadratlikni rastroyda tekshirib olamiz. Haqiqatda mana razmerlari to'g'ri. 2,83, 1-2, 3-4. Xo'p, rastroylar to'g'ri. Endi buni stanovga oqishni boshlaymiz. Stanovga oqish uchun mana bu tugma 10 ga o'tadi. Stanok yondi. Endi monitorlarni yoqib ishni boshlaymiz. ID parol bo'yicha monitordan topish tugasa monitorimiz mana yonyapti perizagruska bilan. Hozir Murod aka yangi yerni ID kodi bilan kompyuterdan topamiz. Bu oxirigacha to'rish kerak, to'g'rimi? Yashil. Ha. Qaysi nafiga? Buradan ketdi. Hozir o'sha video olyapti deymi? Hop, mana yondi monitorimiz. 1 daqiqa, 1,5 daqiqa vaqt ketadi. Qara. Mansur bosib olamiz. Aytib. Bu nima knopkani vazifasi? Arrani ochadi, arrani ishga tayyorlaydi, to'g'rimi? Ezel bilan eni bosamiz. Hozir makroga kiramiz. Iyul oyi 25 tanlaymiz. Bu oy 20 iyul bo'lgani uchun 11-sanaga kiramiz. Mana Murod aka. No'shga kiramizda keyin pastga bosamiz. Oxir mana ko'rsatib, Murod aka deysiz-ki 3x kravat degan proyekt bo'yicha bazasidan chiqqan proyekt mana kirdik. Mana 4 ta 7 ga boramiz, bosamiz. Proyga kiradi keyin. Buni proyda tekshirib olamiz mana. Mana havoni yoqish uchun buni bosamiz. Havo yonadi. Arrani bossak, mana arra ham ishga tushdi.